Hammaga assalomu alaykum. Rivojdan arzonchi kanalining ashaddiy muxlislari, obunachilar, qo'zi-qo'chqor, sog'liq ishqibozlari, obunachilar, ayniqsa barra ishqibozlari. Hammalarga xayrli tong. Biz bugun mana 2026-yil 22-mart hafta kuniga yakshanba dam olish kuni hammalarga maroqli, xayrli bo'lsin deya biz video syomkalarimizni Namangan viloyat To'raqo'rg'on tuman Saroy qishlog'i, ya'ni o'sha mashhur optimchilar yig'ilgan Saroy qishlog'idan Rustamjon ukamizning mini qo'y fermalaridamiz. Bu yerda barra qo'zilarda zo'rlar ekan, narxini ham aka yengil qilib beramiz deyaptilar. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha syomka qilib batafsil ma'lumotlarni yoritib berishga harakat qilamiz obunachilar. Like bosib, qo'llab-quvvatlab, chiroyli qilib podpiska bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmaysizlar. Obunachilar, obuna bo'lish tugmachasini bosib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ysalar, biz chiqarayotgan videolar birinchilardan SMS-larga yetib boradi sizlarga. Mana bunaqa go'zallardan obunachilar, istab yurgan obunachilar bo'lsa, topishlaring oson bo'ladi. Bo'lmasa Rustamjondan borki ma'lumotni beraveramiz. Rustamjon, assalomu alaykum. Yaxshimisiz, sizmisiz? Ishlaringiz Assalomu alaykum obunachilar, sizmisizlar? Hammalaringga xayrli tong. Men bo'lib dam olish kuni. Xudo xolasa hammalariga xayrli va barakatli bo'lsin. Xudo xolasa obunachilar, videoni o'tkazmasdan oxirigacha kuzatib boringlar, sizlar uchun manfaatli video bo'ladi inshaalloh. Qo'zi-qo'chqorlarni mana go'zallarni olib kelib qo'ydik. Sog'liq deysizlarmi, qo'chqorlarni deysizlarmi? Xudo xolasa olib keldik. Inshaalloh narxini go'zal narxda qilib qo'yib beriladi, xudo xolasa. Narxini arzon qilib berasiz. Narxini arzon qilib beramiz, xudo xolasa. Bo'ldi, bo'lmasa. Hop, bu birinchi partiyamizga. Hop aka, bu birinchi partiyamizga. Soni nechta? Soni bu yerda 31 dona aka. 31 dona. Qo'chqor emas. Hammasi qo'chqor, xudo xolasa. Uni yosh oyliklari qanaqa? Bu yosh oyliklari 4 oylik atrofida aka, 4 oylik plus minus. 4 oylik plus minus. Lekin hammasi simjun aka, elitni variant. Go'zal, mana inshaalloh ko'rsangiz mana simjun, birorta osilcha dumbasi yo'q. Maşallah, maşallah. Ishqibozlari bu saloqaga chiqaversa. Rustamjon, hop, birda 2 qiladigan variantidan tabi xudo xolasa. Biringizda 2 qiladigan variant. Buni qarang. 7 ishda sog'lik salomatliklari qanaqa? Aka 7 ishda sog'lik salomatlik sinovdan o'tyapti ham xudo xolasa. Yana sinov olishaveradi. Sinov olishaveradi, garantiyasi bor. 7 ishchiga xudo xolasa behijobi. Bir hafta sinov muddati bor. Buni hop Rustamjon, syomkamiz yarim soatli serial qilmaymiz. Albatta. Kutib turgan, ko'rib turgan obunachilar uchun qisqa va lo'nda qilib qo'yamiz. Zerikib qolishmasin-da. Zerikib qolishmasin. Buni narx-navosini nech puldan qilib beramiz? Bir joyga olasiz. Aka mana o'zingiz video olib yuribsiz, ko'rib yuribsiz. Mana birovda anaqasini gapirmaysiz, o'zi narx-navosi bunaqa qo'zi-qo'chqorlar 3,5 million 36 sotilyapti. Hop. Biz bunaqa demaymiz, xudo xolasa arzon qilib beramiz deymi? Ras arzon bo'lsin. Mana el narxidan aka 200 ming so'm o'tib berilaveradi. 200 ming so'm kamidan ham sotilaveradi. 3 million 300 ming so'mdan 30 bittasi hammasini bir joyga olasiz. Bir joyga olsa 3 million 300 ming so'mdan. Telefon qilsa yana xayri sunnati bor. Sunnati bor aka, xudo xolasa qilib beriladi. Xayri bor, barakasi bor deyiladi. Hop, shu telefon qilishda deb hisoblaylik. Telefon qilishsa aka, men telefon qilishdi mana. Hech qachon biz aytganimiz bo'lmaydi mana. Shu bering bo'lsa. Mana qarang aka. Ras arzonchi bo'ldikmi? 50 ming 100 mingga tortishmayman. 100 ming deb o'tiraman mana 200 ming so'm kamiga mana. 3 million 100 ming so'm 30 bittasi mana. 30 bittasi. 30 bittasi ketdi 30 million 100 ming. Hop, dastlabki masalasi buni. Hop. Aytib o'tib ketaveray. Dastlabki masalasi aka, u ketaveradi. Optim hammasini bir joyga olishsa 12 ta viloyatgacha ketaveradi. Hammasi 30 bittasini oldim degan odamlar ketaveradi. O'zbekiston bo'ylab. O'zbekiston bo'ylab. Shu lokatsiya tilga tashlab qo'ysa bo'ldi. 30 bittasini hammasi olsa O'zbekiston bo'ylab dastlabkasi besplat. Ha. Bitta ikkita vodiy bo'ylab 5 dan oshiqqacha Toshkentgacha. Rustamjon, hop, qo'zlaringizni ko'rdim, menga yoqdi. Ya shu 3 million 100 ming so'mdan ma'si endi ozmoq sunnatiga xayrisini qilib berasizmi? deb telefon qilishsa-chi. Telefon qilishsin aka, hech qachon aytganimiz bo'lmagan. Bu yer magazin emas. Lekin narximiz bo'lmagan, yo'lda qilib beramiz. Yo, yo'lda qilib berasiz. Shu video davomida ham yana. Mashinalarni men tushundim. Video davomida. Mashinalarni tushundim. Bo'yla aka mana. To'ppa-to'g'ridan 3 million so'mdan. 3 million so'mdan. 3 million so'mdan keldi. Mashalloh. Obunachilar 30 bittasini ola olmaydigan obunachilar bor endi. Hammaning sharoiti har xil. Ha? 5 ta olaman, 10 ta oldim, 2 ta oldim. Shuni tanlab olsa ham optim narxda tanlab olasiz. Optim narxi. Pilyusi yo'q bizda. Akam o'rnisini tanlab olibsiz, 100 ming pilyus, 200 ming pilyusi yo'q. Obunachilar shaytiga endi bitta like bosadigan bo'ldi. Like bosib, yaqin birodarlarga, tanish bilishlarga jo'natib qo'ying. O'zingiz olmasangiz ham siz sababli kimdirlar
kimlardir qo'yili bo'lib qolishi mumkin. Obunachilar hammasi qo'chqor. 3 million so'mdan tanlab olish, optim hammasini olsangiz, yana hayrat bo'ladi, tushib berishadi. Obunachilar olinglar, qo'ng'iroq qilinglar, xudo xolasa o'z bizdan olib bir foyda ko'rsalaring inshaalloh. Menga yana uka qo'yinglar baraka topdim deb kesalaring, biz yanada xursand bo'laveramiz. Sizlar uchun ishlaymiz inshaalloh. Yo'qsa biz ketingi partiyalarga navbatda beraveramiz. Ikkinchi partiyalarimiz obunachilar go'zallaridan. Hozirgilar bilan pashti bir xil kerak bular, ha? Bular aka pashti bir xil. Asli ham bir xil. Bular haligi urg'ochisi. Ha, bular sog'liq. Bular sog'liq aka. Sog'liq, ha? Ha. Bu yerda soni 22 dona. 22 dona. Yoshayliklari bo'lgan ham shunaqa. Nargilar bilan просто endi qo'chqorni adini, sog'liqni adini chiqardik. Kimni qo'chqarish kerak, kimni sog'liq kerak. To'g'ri. Lekin obunachilar juda zo'r imkoniyat, juda zo'r imkoniyat. O'zim qo'y qilaman, yoshligidan tarbiyalab, yillar davomida qo'y qilib ko'paytiraman degan obunachilar uchun juda zo'r imkoniyat. Obunachilar, qaranglar, hammasi quyruqlari ochiq ekan, tikka dumlagan lekin hammasi. Bir so'z bilan aytganda aka, mana qarab turing. Bu qo'yni men tavsiya qilaman. Bog'i bor, haligi dalaga imkoniyat, haydashga imkoniyat bor obunachilarimiz bor, ha? Bir 10 soat olmazor, mevazorli joylari, ha? O'sha yerga olib qo'ysin, obunachilar olib qo'yinglar. Mana hozir misol narx arzonda, xudo xolasa. Bular hali qo'zi 3 oydan kelgan, ko'zingizga shunday katta qo'y bo'lib ko'rinib beradi. Bunga sizga borib buni qo'chqor qo'shib qo'ysa bo'laveradi. Qo'shsa bo'laveradi, ha. Avgust oxiriga borib, avgust yoki bo'lmasa sentyabrga borib obunachilar qo'chqor qo'shib qo'ysalar ham bo'laveradi. Xotirjam yetiladi. Lekin haqiqatan joyi bor, yeri bor insonlarga juda zo'r variant, juda qulay variant. Endi bunga aka, bunga ortiqchaligi yemidi, bu berish shart emas-da bu. Nima o'sarman, hali yosh. To'g'ri. O'sha yurib, xotaga yurib, o'zi og'zi bilan yeb-yebsa ham, o'saveradi ham, o'sgan hisobiga ham ancha narx qo'shadi. Kundan kunga o'zgaruvchi. Kundan kunga o'zgaruvchan bo'ladi. Endi bunga bez rasxod. bez rasxod. Ozg'inadan imkoniyat bo'lsa, kepakdan yaratib turishsa, o'ziga et olib, ancha o'zgarib, avgustlarga, xudo xolsa kuziga qo'chqor qo'shsa bo'laveradi, ham bo'ladi. Rustamjon, xo'p, shu qo'zlaringiz yo'qdi uka, men buni bir joyga olaman-da, buni yillar davomida qo'y qilib, duo qilib, sizni eslab yuraman deb qo'ng'iroq qilishsa. Hop. Nech puldan qilib berasiz? Ular ham o'sha nargilardan anaqasida ketaveradi aka. Nech puldan? Qo'chqorlarning narxidan. Yo'q, qo'chqorlarning narxidan sog'liq arzon yuradi. Arzon yuradi? Sog'liq nisbatan bo'lsa ham arzon yuradi. Lekin yaxshi narsa, yaxshi sog'liqqa qaraydi. Sifatli narsa u sog'liq qo'chqorga qaramaydi. Mayli gap anaqa, aka bo'lib qarab turing. 100 ming so'mdan kamroq qilib beramiz. Yo'q, o'tasiz. 2 million 900 ming so'mdan. Qo'ng'iroq qilsa o'tib beramiz. Yo'q, Rustamjon, video davomida o'tib berasiz. Mana qo'l dushang aka, 2 million 800 ming so'mdan 22 2 million 800 ming so'mdan otangizga. Bir joyga ketadigan bo'lsa, 12 ta viloyatgacha ketaveradi. Obunachilar 2 million 800 ming so'mdan. Tasavvur qiling, 2 million 800 ming so'mdan O'zbekistonda 12 ta viloyatiga dastavkasi besplatniy ekan. O'rtasidan taxta tashlab olsa ham o'sha narx, tanlab olsa ham optim narxni tanlab olishaveradi. Tanlab olsa ham optim narx. Tanlab olsa ham optim narx. Mayli bizlar obunachilar bir bo'lishsin, boqsin, baraka topsin, ota-onangga ming rahmat, qo'llab-quvvatlab duo qilib, like bostirishda bo'ldi. Obunachilar, sizlar uchun biz charchamaymiz. Harakatdan. Obunachilar shaytiga endi like bosadigan bo'ldi lekin 2 million 800 ming so'mdan yoqqanni tanlab oling. Xohlang shunisini oling, xohlang bunisini oling, xohlang bunisini oling. Farqi 2 million 800 ming so'm. Optim hammasini olganga xayr sunnati bor. Telefon qilsa xayr sunnati bor. Xayr sunnatini qilib berasiz. Aytganimiz bo'lmagan, beymagazin emas. Bu dargohdan hech kim norozi bo'lib ketmagan. Norozi qilmaymiz ham xudo xolasa. Obunachilar, yo'qsam ketingi partiyamizga navbatda beraveramiz. Mana obunachilar, obuna bo'lish tugmachasi bor. Obuna bo'lish tugmachasini bitta bossangiz, obuna qilish qo'ng'iroqchani yana bitta bosasiz. O'zbek tili bo'lsa hammasi chiqadi, rus tili bo'ladigan bo'lsa vse. Shuni bitta bosib qo'ysalaring, biz chiqarayotgan videolarimiz sizlarga SMS tarzda batafsil birinchilardan bo'lib yetib boradi. Birinchilardan bo'lib ko'rishga muvaffaq bo'lasiz obunachilar. Mashalloh, obunachilar, qo'zilarning go'zalligini qarang. Juda go'zallar ekan. Rustamjon, neobычный rangidan deydi aka. Bu soni nechta dona? Soni aka 7 dona. 7 dona. Hammasi qo'chqarmi? Ya, 7 dan biri Xizr. Videoni shu yerigacha kuzatib turgan obunachilarimiz uchun. Bularga sandiqda katta qilgan deydi. Shunaqa variantlar. Aka, bularda 5 donasi urg'ochi, 2 donasi qo'chqor.
Rosa 5 ta urg'ochi, 2 ta qo'chqor. Aha, O'zi urg'ochilarni qo'chqor o'zi bilan ekan-da. O'sha bitta Qo'y qolaman degan obunachilar. Mana go'zalligini qarang, obunachilar, go'zalligini. Jonivorlar, junlari, simlar yaltillab turishini qaranglar. Novvat rangidan deydi-ku aka. Juda go'zal ekan. Tushamjon? Ha. Bu oxirgi partiyasimi yo bundan ketindan bormi? Xo'p, bu aka so'nggi partiyasi. Ha, so'nggi partiya. So'nggi partiya. Narxi ham xudo xolasa, qulay bo'ladi. Bonus bo'ladimi? Ha, qulay bo'ladi. 7 tasini bir joyga olaman degan obunachilar uchun necha puldan qilib berasiz? 7 tasini bir joyga qiladigan obunachilarimiz uchunmi? Aka bularni 3.200 ming so'mdan qilyapmiz. 3.200 mingdan? Ha. Yo, o'tib berasiz. Beramiz, telefon qilsa o'tib beramiz aka. Telefon qilishdi deb hisoblayvering. Bo'ldi, gapini qo'ydim. Aka mana 100 ming so'm o'tib berib 31 dan bo'ladi. Ya 100 ming so'm qilmang. To'ppa-to'g'ri 3 million so'mdan. 3 million so'mdan. Otangizga rahmat. 7 tasi 21 million so'm pul bo'ladimi shunda? 21 million bo'ladi. Telefon qilsa yana xayrisini yaqini qilib berasiz. o'tib beriladi aka. Aytganimiz bo'lmaydi. Dastavkasi bular Toshkentgacha ketaveradi. Toshkentgacha bes pul. Toshkentgacha bes puldan ketaveradi. Qo'ng'iroq. Tanlab olsa-chi, misol qilib gapirganda ikkita qo'chqorni olaman deysiz, yo bitta qo'chqor, bitta so'liq olaman deysiz, misol. Bitta qo'shqar, bitta so'liq. Aha, misol qilib gapirganda endi tanlab olishga. Tanlab olish aka mayli. Tanlab olsam o'sha optim narxida. Optim narxi. Optim hammasini olishsa, kamini qilib berasiz. Ha, xayri bor. Xayrisi bor. Tanlab olish aka 3 million so'mdan bitta qo'shqor, ikkita qo'shqor, 3 ta sovuliq qizig'i yo'q. Buni tanlab olishsa 3 million so'mdan tanlab olishadi. Obunachilar lekin telefon qiling, shoshiling, juda go'zallar ekan. 3 million so'mdan narxi arzon bo'ldi. Birorta osilcha dumbasi yo'q mana, hammasi azizlar kelishgan. Lekin har tomonlama ekan obunachilar, oyoq qo'l kastaklari, dumbar atrezlari, xullas har tomonlama go'zal ekan. Buni o'sha uydagi nevaralar ham farzandlar ham ko'chaga chiqib 2 soat aylantirib kelib tursa aka, besplatni xudo xolasa, lekin obunachilar hali ham like bosmagan bo'lsangiz, like bosib, yaqin birodarlarga, tanish bilishlarga podlista qilib tarqatib, qo'llab-quvvatlab turishni unutmanglar obunachilar. Podlishga qilib tursalaring, sizlarga bundan-da yaxshiroq, yanada bundan-da ko'proq video qo'yib borishga harakat qilamiz obunachilar. Shuning bilan bugungi syomkalarimiz o'z nihoyasiga yetkazamiz. Videolarimizda, so'zlarimizda xato kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, ming bor uzr, to'g'ri tushunasizlar. Faqat qo'llab-quvvatlab turishni unutmanglar obunachilar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.